أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ومن باع بثمن حال ثم أجله صحة soda ekanlardan naq pullarishga deyishib naq soda qilib hozir pul sanashi lozim shunami keyin uni kechiktiribdi keyin bir dog'ga deyishdi sahha to'g'ri bo'lardi shu kechiktirgani kuchga falon chog'da pulni olama deganlar li'annahu haqqu chunki sotqichininki pulni hozir olish haqqi vaqtda keyin kechiktirib olay desa o'zining haqqidan tanazzul qilgandek mayli degandek bo'ldi. ألا ترى أنه يملك إسقاطه فيملك تأجيله qaramamsa sotgan kishi shu tovarning pulini butunlay olmay hadiya qilib siqiladi tutama undan keyin uni kechiktirib olish albatta haqqi demoqchi va kullu daynin halin degani biz uyg'urcha hamma qarz deymiz ama bir tovarni setib pul siqib qolgan qarz olsun yoki biz birib turgan qarz olsun hammani qarz deymiz malning pulisini siqildi shu qarzim bularni qarzim bor elishim bor deymiz nimaning pulsi bo'lsa vaqti kelgan bo'lsa uni kerak bo'lsa deb kechiktirsa yasihhu ta'jiluhu kechiktirsa bo'ladi lima zakarna yani li'annahu haqquhu dedik ama illa al-qard faqat lan qarz unda bo'lmaydi yani buni kechiktirsa kechiktirgan vaqtda bog'lanib qolmaydi yasihhu degan so'zni diqqat qilsangiz yasihhu degan bima'na yalzam qarzni kechiktirsin yasih masalan qarzni berib vaqti kelgan bo'lsa berib turgan qarzni vaqti kelgan bo'lsa bir oydan keyin bahslar desa bo'ladi lekin la yalzam la yasih degan la yalzam degan bir oydan keyin bahslar deplab aytsin men pul lozim bo'lib qopti hozir bahslar desa bo'ladi degan ammo tovarning pulini cho'ng so'rashib pul qolgan bo'lsa birinchilarda berish kutishgan bo'lsa birinchilardan burun pulni bahslar vaqti deyilmaydi farq shu. Nima uchun qarzni kechiktirsa shu kechiktirgan vaqtga bog'lanib qoldi demaymiz chunki qarz degan bir sila rahim yoki yaxshilik savobli ish al-hasanatu bi 10 amsalha ama qarzning cho'ng 18 الحسنة بعشر أمثالها والقرض ب18 الله يولدا hajlangan nafaqalarninki 700 va uningdan nechasi ortiq bo'ldi. Ammo savrning cho'ng inma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab 700 degan yo'q savrga Alloh taolo o'zi katta ajr berdi. Men deyindan qarzdan katta deyin bir narsani eslatganda qarzdan yandan berib turib qilganmiz. Deyin qarzga ishlatildi. Arabchada shu birib turgan qarzga deyin va qarzga ikkilisi ishlatildi. Lekin bir tovarni sotgan bo'lsa, pul qolgan bo'lsa, qarz degan so'z ishlatilmaydi. Buni deyin ishlatildi. Shunga shu Qur'onga eng uzun oyat deyin ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu degan shu oyat mush qarz bir turganini ko'rsatdi. Tovar setib ya bir narsa pul qolib qarz qolganligini bildirdi. Undan keyin bir tovarni so'rilishi puli qolgan bo'lsa, uni ma'lum bir vaqtda beradigan chaqda bo'lsa, naqd so'ralashgan bo'lsa, beradigan chaqda a'tibasli desa, yoki beradigan vaqt kelgan chaqda bir haftadan keyin baslar desa, ay degan vaqtda hisob bo'lib ketib qoldi. Undan ilgari pulni beraman deb istayolmaydi. Ammo qarz bergan bo'lsa, birinchilarda baslar maqlib kechiktirgan bo'lsa, birinchilardan burun aytsa masalan pul lozim bo'lib qolsa jiddiy menga lozim bo'lib qoldi ashqol pulni darhol bahslar deb qistayoladi. Ariyami shundoq masalan bir cho'ng qozon deymiz cho'ng qozonni birisi manchinslarda bir to'yatdi margadi ariya tag'an bo'lsa uning qadar bizning bir to'yga marik qilgan ishimiz chiqib qolsa darhol menga lozim bo'lib qoldi deb undan ilgari emas 10 kun biktib shunda ariya bergan bo'lsa uni ilgirlam akasi qozonni deb ilovalaydi dedi yani mazhabni qarshi hatta la yajuzu mimman la yamliku
tabarruat. Shunda bo'lg'achqa, ya'ni shu qard dastlabki boshlashda sila va tabarru va ihson bo'lg'achqa, buni ayda xayr saxovat yaxshilik qilish huquqi yo'q kishilar berilmaydi. Ba'zidan ta'z berilmaydi buni. Masalan, tövbe sebebi ola. Kul xo'jayinning mol-mulkiga ta'z berilmaydi. Sara, ya'ni yetimga vasi bo'lgan shunda yetimning mol-mulkini tutib xabar qo'ygan kishi yetimning molini xohlagancha boshqa ta'z berib muqlanmaydi. Va ta'jilu fi at-tabarruati ghayru lazim. Endi yaxshilik bo'lgan ekan, bu yaxshiliklarda ma'lum bir vaqtni bekitib qo'ysa, cho'qim shunga rioya qilish kerak emas. Mana g'ayri lazim degan ma'ni aniq dedi. Oyatda la yasah degandek iborat turganda. La yasah degan ma'nosi la yalzam degan. Unga bog'liq qilish bo'lmaydi. Kal i'ara. I'araga qiyos qildi hozir. I'arada 10 kundan keyin akab birma deb bir qozonni oriyat olgan bo'lsa, endi tutishdi. Uninggacha bu qozon lozim bo'lib qolsa, qozonni baslar mana lozim bo'lib qildi deb ilvasa bo'ladi. Yo'q, 10 kundan keyin bir dog'ni deyishgan, 10 kundan keyin biri uning qadar qaytirib bermayma deyilmaydi. Muawadatun intihaan. Al-qard silatun ibtidaan boshlanishda sil rahim va yaxshilik qilishdan iborat. Bunda boshlandi. Oxirda bu bir narsaning o'rniga bir narsa berishdan iborat. Shunda oyoqlashdi. Undan keyin ashuni qaytirgan chaqda qoida bo'yicha aynan shu o'qishni qaytirish lozim. Ammo 100 ga olgan bo'lsa 100 ga qaytirdi. 200 ga olgan 200 ga qaytirdi. 199 ga olgan bo'lsa shartlashmaga oldi 200 ga past bo'lganda qaytirsa mayli. Lekin vojib bo'lgani shu aynan qaytirishi vojib. Ya'ni mislini qaytirishi vojib deydi. ولا يجوز التأجيل فيه. Uningda vaqt belgilasa bo'lmaydi, kuchga ega emas edi. La yajuz degan hisoblanmaydi. Nima uchun? Chunki bu yerda bir vaqt bekitilib, faloni chaqcha qarzini qaytirib bering demaydigan bo'lib qolsa, bu ahvol shu sizlar rahim qilgan odamni bir xil bog'lab qo'ygan. Uning qadar u pulini talab qilmaydigan holatda bo'lib qolgan ekan, bu ma'alal muhsinina min sabiliga oyatga zid kelib qoldi. Demakchi. لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة وأنه حرام. Çünkü bu neticede nimada ibaret olup kaldı? 100 tenge qarz berib ekan, bu 100 tengeni hozir beray degan chaqda keyin kechiktirsa, bu 100 tengeni 100 tengega nasiya almashtirishdan iborat bo'ldi. Aslida naq bo'lib qolsa 100 tenge 100 tenge almashtirish bo'ldi. Ammo bu o'xshash tenge bo'lgandan keyin kechiktirsa bo'lmaydi. Yedan biyat deb chaqirgan bo'ladi. Lekin bu masalada Hanifi mazhabning qarashini maktabda o'tirib qo'ydi. Jumhurning qarashi shu. Ba'zi ulamolar qardimi vaqt bekitsa shu kuchga ega deb qaraydi. Asli qoida bo'yicha hozir qazbad o'xshaman. Berib 2 minut o'tgandan keyin bergan qarz pulni qaytarsizlar deyish haqqi bo'ldi. Aslida qolgan vaqtida pulni bersin deyish haqqi bo'ldi. Endi ulamolar kechiktirish shartlashmagan ahvolda bo'lsa mayli deb ittifoq qildi. Qarz oldi. Bir soatdan keyin bir kundan keyin akasi basi demidim. Ashunda so'zlab ketdi. 5-6 oy o'tib ketsa, mayli sadaqa yo'q. Bu bir xil ihson. Ammo ikki taraf kechiktirishga ma'lum bir vaqtni bekitib, kutishga avvaldacho shu qarzingizni shu vaqt kelgunga qadar qarzingizni sulayolmaysiz dendiq yoki qarzimni qaytirib ber deyish haqqi bo'lamdi. Ma'noda ixtilof bor. Hanifi mazhab niyada la yalzam dedi. Vaqt bekitgan taqdirda u vaqtni bekor qilib o'tib, unda ilgimi qarzim ber desa bo'lardi dedi. Yani la yalzamu ta'jilul qardi bit ta'jil. La yalzam yani bu qarzingizni shu vaqtga bog'lab qo'yilmaydi. Bu Hanifi mazhabning, Shafi'i mazhabning, Hanbali mazhabning va Malikiyning bir qarashi, ikki qarashning birisi, ham jumhur ulamolar. Tabi'inlarning ba'zilarning Zahiri mazhabning qarashi shu. Ikkinchi qarash, shunda vaqt bekitib qolsa, qarz berguchi unda ilgari qarzini berib tura olmaydi degan qarash. Bu Imom Malikning qarashi, Layth ibn Sa'd ibn Abi Layla Hanbali mazhabning bir qarash.
ba'zi sahaba va tabi'inlardan mushqarash kelgan. İmam Buxoriy va Zahiriydan Ibn Hazm mushqarashni tanlagan. İmam Ibn Taymiyya Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi mushqarashni tanlagan. Jumhurning daliliga qaraydigan bo'lsak, ixtiyorda dalillarni hamma bayon qilyapti. Masalan, bu tabarru qilgan kishining unda bir vaqtga bog'lab qo'yilib bo'lmaydi. Ma'al muhsinin min sabil deb oyatni dalil keltirdi o'zibdan. Ikkinchisi, bu qarzgan sizlarga iborat. Agar bir vaqtga bog'lab qo'yilgan bo'lsa, uni ilgari suylanmaysiz deydigan bo'lsak, kishilar yaxshilik qilishdan asta o'zini tortgan bo'ldi. Şu pulni berib, manchinslarda men pul lozim bo'lsin, men bu pulni ishlatamay ekanman deb bag'lanadigan bo'lib ketadi. Endi mazmunligini bu kechiktirgan ahvolda bu va'dada turmushim bo'ldi, mushtirlik va'dada turmushim bo'ldi deb turadi. Ya'ni ariyaga qiyos qildi. Ya'ni bir chataqire desa bu jazoniga o'xshash bo'lib qoldi. Endi 5 turlik dalilni ixtiyorda bayon qildi. Jaiz degan qarashlikning dalilicha el-muslimun ala shurutihim deyades. Qarz degan bu ma'lum bir vaqtga qadar pul berib turishdan iborat foydalanildi. Masalan, bir hiba bu. Ashundan manchak faloncha qadar foydalansa deb bagandek narsa. Bu bagandek narsani qaytirib olsang, işte o'xshatgan hadislik bo'lib qolgan gap. Yana Buxoriydagi kelgan hadisda Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakara rajulan min bani Isroil sa'ala ba'd bani Isroil an yuslifahu fadafa'aha ilayhi ila ajalin. Bu vaqalikda kema topolmay, kenandan bir yog'ochni o'yab, daryo qo'yib berib Alloh taologa topshirgandan keyin u qazini yuzisi suzilib, ishlikka amonini oldi, shunday qilib joyi tekkan. Lekin mushu vaqalikda fadafa'a ilayhi ila ajal. Masalan, 1 yil degan bo'lsa, shu 1 yilda shu odam endi qaytirishga shunda tirishgan. Adam topolmasa, daryo qo'yib bergan Alloh taolo yetkazdi. Yani bunun vecihler bu şer'man qablana. Şer'man qablana şer'ullana ma'lan yerid xilafu. Bu qoida bo'yicha dalil bo'ldi. Yana İbn Umar radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda Buxoriyga rivoyat bu. Annahu su'ila anil qard ila ajalin faqala la ba'sa bihi. Vaqt to'xtab qazasa bulardi dedi. Qala wa in ata afdalan min darahimihi ma lam yashtarit. Qarzni qayturgan chaqda shu vaqt kelgan chaqda bira qaytursin mayli shart qilmagan ekan. Lekin bu Ibn Umarda katta bir sahabining so'zi, sahabining boshqalarninki bu so'zga qarshi undan boshqacha gap qilgan bir ahvol bo'lmagan ekan, xuddi bir ijmoa degandek bir ko'rsatdi deydi. Ana qazning asli qoidasida qazgan shu chaqda qayturgan narsa bo'lmaydi. Qazgan shundan ishiltolay deb bir muddatdan keyin qaytirgan narsadir. Uniki oyatda ayyuhallazina idza tadayantum bidaynin ila ajalin. Ma'lum bir vaqtga qarindoshlar degandikan, mishat tadayantum degan so'zning ichida tovarning pulidan almoqchi bo'lgan qazm bor, berib turgan qazm bor, hammasi shirkdir. Bunda bu qazmning sirtida degan bir dalil yo'q deb qaraydi. Undan keyin Cumhur ulamalar vaqt bitsa vaqt ra'y qilsin bo'ldi dedi. Az bir qism ulamalar vaqt bitsa vaqtga bog'landi. Kelar yili birla deb tushgan bo'lsa, kelar yili shu vaqtgacha pulni badab avar qilinmaydi. Vaqt biga bo'lib qolsa bo'ladi. Ya qolgan chog'da qarzini basladi, pulni basladi deydi. Qarzni deyni qiyos qilsak, nasıl joizga hukm chiqib qoladimi? Ya shu joiz gellar mush qardmi non min ad-dayn. Ash oyatdan sizga hammasi kirib ketdi deb o'xshatib qaragan. Biz buni jazoni shaklini qilgan tartib bo'lg'achda bo'lmaydi deb turibdi. Va ikkinchi qarashning dalili kuchli. Asalli qo'zimi dalili kuchli. Şerifli diyenlerin yasir beyan bilen nasihatinin müşerifat tushunadi. Mesela hazır qazi badır. Kim bir ala degan bo'lsa hazır bag'ini qopdi deydi. Bag'ini qopgan chaqda halında vaqt keldi degandek. Bag'ini qopgan chaqda bo'lib tutishibdi. Yani bir ay ishlatib olay, bir aydan keyin ba'zan ma'qul. Deysa, hazır 100 tangani berib, bir aydan keyin uning badaliga 100 tanga qaytirish bo'ldi. Bundan bu yerda pul almashtirishdan iborat bir ish bo'ldi. Bir tarafini kelar oyda bir aydan keyin bergan bo'ldi. Asli almashtirgan bo'lsa, naqd almashtirish lozim edi. Ad-dahab
yedem biyet. Avval fadlları var. Mağlubiyada fadlı yoktu da 100 tenge ba'de lekin yedem biyet ba'ngen bo'ldi. Hozir Hanifi mazhabning jumhurning o'qigida da kelib turib, buni hozir men masalan 100 tenge bergan bo'lganda, yani buni bir oydan keyin menga yana 100 tenge qaytaradigan bo'ldi. Bu yerda naqdlik nimasi yo'qolib ketgan bo'ldi. Ben nasiha şekillendi de. Şu vaqt mesela qaytargan vaqtda yansidan bizni so'rab, bu senin birinchi bo'lsang bo'lib deb shu pul mumkin o'zi. Prezidentning va jumhurning qarashi shunda bo'lib qolibdi deb turoldi. Turoldi. Bizning İmam Taymiyaning boshqaning qarashini atoyatni hadisini, Ibn Ataning aklisini maqsadmi? Ma qarash ajiz. Ma'no dalil kuchliq deyishga iborat. Hadi ma'vo aynan unda mubadala nimasi emas. Masala shu anda. Shu ishlar desak, shuni qo'llab bo'lgan masala chiqamda keladi. Endi bu qarzdan odamlar sotishida faqat munosabati yo'q. Faqat qarzdimi deyin deb atash tarafidan qarzni kishitish bo'ldi ekan deb tushunib qolmam. Ma tovarning puli qolib qolgan bo'lsa, sodidan pul qolib qolgan bo'lsa, gadanda buni kechiktirishga bo'ldi. Ma qarzni kechiktirishga bo'lmaydi deb tiqib qo'ydik. Yani biz asallık ulamanın karşı boyunca elep qarzını kechiktirib buldu. İlla qarzdab istisna qilib yurish ajitsiz desek, majaz kudur. Lekin men diqqat qilsam, yasah degan gap nada yelzam degan gapdan iborat. Boshqacha bir iborat surib qo'yganda ko'rinib qoldi. Yani bu yerda ma'lumning degani bu sarfdak binosulti deydi. Yani sarfdak binosulti sarfda birisi pulni kechiktirsa bo'lmaydi, shuni usulda deb turadi. Biz sarf emas bu, qarzda sarf bilan munosabati yo'q deymiz. Yuqorida bayat dirham deganga sizlar bidirham nasihatan bidirhamni aytibman. Bidirham degan so'z chiqib qolgan. Bayat dirhami bidirhami. قال ومن ملك جارية يحرم عليه وطئها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع الحمل. أن سؤال ستطبوصل ياك باشتبر أصلا أرقلق بر ديدك إيغوغان بوسا هدية كب قلاندو ميراس قلاندو شون إيغوغده إيغوغان لكن aş dedekning qo'shqida bayuqligini aniqlab bo'g'icha uninga yaqin kasb bo'lmaydi. Jimaga sabab bo'lgan shahvat bilan tutish, so'yishgandek narsalarni cheklandi. Yani haram bu shu ishni qilish haram. Dadisdan miras qolgan dedim. Dadisdan qolgan bo'lsa yaqin emas. Istibra degan poklikni bilib chiqishdan iborat. Masalan, istinja qilganda istibra desak, bir necha qadam mingib, o'tilab paqib, mushunda qilishni istibra deb ataydi. Istinjadagi, mustaqil qilishga. Lekin bu yerda istibra degan osh dedekninki qo'shqida bormi yo'qmi, shuni aniqlab chiqishga iborat. Ana shada istibraning hukmi vojib. Istibra qilmay yaqin kelib qolish harom dedi. Ammo istibra qilish aytavog'iga vojib. Nima uchun desa, burungi xo'jayindan qo'shqida balolab qolsa, bu hadisda cheklagan an yasqiya ma'ahu zar'a g'ayrihi degan doiraga kirib qoldi. Ham ba'zi jidal majraliga sabab bo'ladi. Nasab olishib ketib qolish ehtimoli bor. Va asluhu, asl degan so'zning ma'nosi nimada? Daliluhu qawluhu sallallohu alayhi vasallam fi sabaya awtas. Awtas Mekke bilan Taif arasındagi bir joyning ismi, bir vodiy. Hunaynga yaqin. Masalan, G'azvat Hunayn deymiz-ku. G'azvat Awtas, G'azvat Havazin deb ataymiz. Shu G'azvat Hunaynda o'ldi tushgan dedeklar haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ala la tu'ul habala hatta yadana hamlahunna." O'ldi tushgan dedeklar egriya bo'lgan bo'lsa, tug'ib bo'g'icha yaqin kelinmaydi. Walal hayala hatta yustabraqna bihaydatin. Qo'shqida yo'q dedeklar olib qolsa, bir hayz bilan poklikni aniqlatmaguncha yaqin kelishga bo'lmaydi degan. Bu oxir xulosa bagasi Hasan darajasiga
Muş hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çekilme koydu. Neha an vat'in nisa'il memlukati bis-sabyi ila gayetil istibra. Ulcık eliş arıqtılık igi boğan ayallarga ta ki qo'sqida yo'qligini aniqlab xotirjam bo'lguncha yaqin kelishdan to'sdi. Fayata'allaqul hukmu bihi. Nima mishal hukm harom bo'ldi yoki istibra qilish vojib degan hukm bor. Shu nima bilan bog'landi? Bihi yani bil mulk. Mishal al mamlukat bil mulk. Igi ulash bilan bog'liq. Qachon igi bo'lsa, shu istibra vojib yaqin kelishdan burun. Inda tajaddudul mulki. Yanada igi bo'lsa ham shu hukm bor. Bir ayyi sebebinken qanda bir sebep bilan aş kişinin mülküge aylansa bir dedek yakın kirishdan burun istibra qilish lazım. Masalan, keşira setib olgan bo'ldi. Bazardan setib oldi bir dedekni. Yakın kirishdan burun istibra qilish vojib. Vel hiba birisi hadiya verdi. Vel vasiya birisi o'lib ketishdan burun vasiyat qilib falan dedekimni pustani beringlardi. Vel miras yakın tutundu miras qapti ve nahviha ve shunga o'xshash yo'llar orqali qo'lga tushgan igi bo'lgan dedeklab qolsa istibra qilish vojib yakın kirishdan burun. Hatta masalan birisiga hadiya qilib berayotgan bo'lsa, u qabul qilib keyin yondirib bersa, yana istibra qilish vojib bo'ldi. Sadaqa olgan bo'lsin shunda. Xullayda masalan bir dedekni ayoli dedekini bir bilan qutulgan bo'lsa o'rdi. Ay dedekni shu istibra qilish lozim. Ay badalni sulhmi shunda. Qanday yo'ldan kirib qolgan bo'lsa, idochiligiga istibra qilish vojib. Va shahru kal haydati. Aniyada bi haydatida ez ko'rdiganlar nisbatan bir hayz. Hayz ko'rmaydiganlar nisbatan bir ay. Bu bir ay bir hayzga o'xshab qoladi. Inda adamiha. Ez yo'q bo'lgan ahvollarda shu bir ay. Chunki bu hayzga shu bir oyda bir qilgan odat. Mushada ash-shahr yaqum maqam al-haydat nama lima urifa çünkü ayette vallahi yasnunal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur vallahi lam yasnan lakin haydning 3 qurunning o'rniga 3 oyni qo'ygan ekan bir oy bir haydning o'rnida turdi ekan deb qaraymiz. Ve in hadat fi asna ash-shahri an biz bu ezkemal ayolda bezini to'xtab ketgan ayolda bir oyni to'ldirli deb 15 kun bo'lishiga ezkep qolsa intaqala ila al-hayda. O chaqda bir oy deb menda hisoblab menvatqinimiz bekavlab ash hayd nimasiga hisoblashga qaytidi. Ular mushahiddan pakos bo'ldi bir oy to'shmasimi istibra bo'ldi degan. Kama fil idda. Mesela iddat tutayotgan ayol olsa, hez kelmaydi bo'ladi. Hezdan to'xtab qolgan deb 3 oy iddat tutsin deb tursa bir oy jarima olgan ekan, hez kelib qolsa, 3 hez ko'rgandan keyin saqaygandan keyin undan halol iddat tushidi deymiz. Wal mu'tabaru ma yujadu ba'da al-qabd. Bu yerda hisob qilindigini ay dedekni qo'liga topshirib olgandan keyin ondan ash odamning qo'lida turib hez ko'rsa, ondan istibra bi hayda bo'ldi deymiz. Lekin so'dlashdi. So'dilishi dedekni qo'limizga olmagan vaqtida ash hatqishining qo'lida turib hez kirib qolsa, ya so'd tutgandan keyin hez keldi deblam yaqin kelishga bo'lmaydi deydi. Cho'qim ko'z oldida bir joy ko'rish. Yani qo'lga ap bo'lgandan keyin ashadimning qo'lda turib bir hez ko'rish kerak. Lekin sodiq bo'lib da qo'lga olmagan bo'lsa, satqishining qo'lda hez ko'rgan bo'lsa, u hisob emas. Hatta law hadat aw wada'at qabla al-qabd. Shuna so'dlashgandan keyin xo'jayinning qo'lda turib, satqishi qo'lga olmagan ahvolda hez ko'rsa yoki tug'ib qolsa, istibra bo'lmaydi. Xo'jayin qo'lga topshirib olgandan keyin ondan bir hez ko'rsa, ondan halol bo'ldi. Ve kema yahrumul vat'u yahrumu dawa'ihi. İstibra qilishdan burun jima qilish harom bo'lganidek, jimaga ilib boradigan islomi o'xshashlar harom bo'ladi. Dawa'ihi nimadan iborat? Shahvat bilan qarash, shahvat bilan tutish, so'yish degandek ishlar. Lekin shahvatsiz tutsa, bizni dedekni oldi, qo'lda etilib o'gab ketamiz. Yoki uyda bir narsa sunib qilishlar tutsa, mayli. Lekin shahvat bilan tutish, so'yish, quchoqlash degandek ishlar bo'lmaydi. Ana mishada mushu so'z hozir İmam Muhammed'in kelgan bir rivoyatga, yana tabi'inlarda Hasan Basri va Ato'dan kelgan ba'zi qarashlarga raddiya. Ato Hasan Basri Sahih Buxoriyda istibra qilishdan ilgari so'yab pichoqlab bunda jimadin to'lishni qilsa bo'ldi deb qaradi. Sahih Buxoriyda bor.
Bu yerda Hanefi mazhabda aşında İslamı aram ihtirazan anil vuku'i fihi kema fil idda. Çünkü aş işler ahir berib cimaga apırışı mümkün. Kema fil idda. Xuddi masalan aşı bir didakni setib olgan bo'lsak, bu didakni lekin eri talaq etgan. Masalan aşı bir didakni bir pul olgan bo'lsa, lekin xo'jayini bizga setyapti uni. O didakni eri talaq qilgan bo'lsa, iddat tutayotgan bo'lsa, bu iddat holatida yangi setib olgan kishi o'sha bilan tutib sep hech bo'lmaydi. Shuni o'xshash deydi. Bixilaf al-hayd. Ammo hayz holatida odatda jima qilish halol bo'lgan kishi ayolni hayz holatida sep quchoqlisi bo'ldi. Ammo jima qilsa bo'lmaydi, lekin uningdan to'ni halol degan bir nima bor. Bu hayz holati shunda. Lekin bu hayz holati nima uchun shunday? Li'annal hurma lil adha. Chunki bu yerda o'rin aziyat keltirgan bo'lg'achqa shu jima cheklangan. Bu cheklanmaydi, boshqa sabab yo'q. Wala adha fi ad-dawa'i. Jimadan tuan ishlarda aziyat yo'q. Wa man wati'a jariyatahu thumma arada yabi'aha. Birisi o'zining didikiga yaqin keldi ekan, keyin satay desa, av yuzawwijaha yoki boshqa bir quliga, maliga apray deb qolsa, didakni yustahabbu lahu an yastabri'aha. Qo'shil bayoqni aniq bilib, qo'shil yo'q deb aniq bilgandan keyin andin setib yoki boshqalarga aprishi mustahab, istibra qilishi mustahab deydi. Wa illa yastabri'aha, istibra qilmaylam, ashunda setib qolsa yoki birisi aprib qolsa فالأحسن للزوج أن يستبرئها. أغن استبراء قلوتر ونون ممكن يكون كأجنة يخشيره. İşkili tarafı istibra lazım olduğunda satışını هذا لازم مستحب تبترول ما قرشت. Eğer ilgisi istibra qilgan bo'lsa, keyin moli pulga bergan bo'lsa, pul istibra qilmaylam, az bo'lardi. Yani bu yerda satquchi istibra qilishi mustahab deganda Hanefi mazhabida ixtilof yo'q. Bir pulni sotmoqchi bo'lsa, sotquchi istibra qilmaydi. U sotadigan soatga qadar yaqin kelish haqqi bor. Bu o'zining mulki sotdim deb savdo qilgan qadar yaqin kelish haqqi bor. Undan keyin bu istibra qilish vojib emas, mustahab. Ammo dedikini boshqa birisiga olib bermoqchi bo'lgan kishi buningda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar masalan ixtiyor degandek mustahab dedi. Ammo İmam İbn Abidin to'g'risi bu vojib dedi. Vojib degan qarash to'g'ri. Nima uchun sotgan chaqda setib oluvchi istibra qilish vojib. U istibra qilishdan burun yaqin kelmaydi unga. Bizning qoidamiz bo'yicha. Ammo mushtarining istibra qilib undan yaqin kelish vojib dedik biz. Undan ki bir yerda maqsad ado bo'ldi. Bu ahvolda sotuvchiga vojib deyish ortiqcha. Al-Muntaqa degan kitobda İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bu so'zni naql qilganlar. Akrahu an yabi'a man kana yata'uha hatta yastabri'aha. Akrahu degan so'zni bai' uchun keltirdi. Sen aslında geçişte meyazı olmasın eli satılan soğukluğa yavaşça kaldıraylısı oranda didek yakınası yok mesela. Artık mezgülde Müslümanların başkalar tutuşturup olcayla varsa çünkü asıl İslam'ın didek İslam'ın ya bunda kaybının yokluydu. Onun kanda kalayımız. Biz bunu bir neçə qitim deb o'tganmiz shu darslarda. Ama İslam hürriyet dini. Hazreti Ömer deydi: "Natasta'badtumun nasa ve qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Hür, hammadan hür. Bütün insanların igidachiligidan tutulup şu Allah Taala bilan bandachiliq bilan qulluq qiladigan ashunda hürriyet dini. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik kelgan vaqtida bütün dünyada ashunda qulluq tuzumi bor. Bu tuzumni bir aqlam yo'qotish mumkin emasdi. Shunga islom qulluqni tugatadigan bütün darvozani ochitib, ma chataqishib qolsam bir qul azod qilsa, ma'lum uchun bir qul azod qilsa, ma chataqishni qilmasang bir qul azod qilsang, har bir qulning bir a'zosi uchun sen bir a'zoni Alloh taolo do'zaxda azod qilib, shunda targ'ibotni qilib, unda ishni cho'ng echayotgan. Keyin bara-bara insonlarni bu ishni nus qilgan bo'lib, janva kelishimlarni tuzib, modullar imzo qilib qilgandan keyin musulmonlar shuni ishida bor. Qulluqni birinchi yo'lab tugtili deb to'ladigan musulmonlar. Undan keyin biz tugtish tarafdori.
Endi keyincha aslında yana qulluq tizimini qaytirib boshida muomala bo'lib qolsa, in uttum udna deb o'chada qaytishi mumkin. Lekin hozir endi bu Yevropa ellari boshqa madaniyat bu hazoratni musvadilgan devletler milletler şunda Fransa inqilobini tatib erkinlik, barobarlik bu deb şo'rni to'liq qildi. Lekin hozir shaxslarning qulluqi uningdan qolmay butun davlat, butun millatning qulluq ular nima qiladi? Hatto shaxslarning, insonlarning qulluqimi Yevropada eng yuqori darajada eg'ir. Bak Rossiyadan adamni olib raqiqul abyad deydi hozir. Yevropada qulluq tizimi bor hozir. Şuna biz şu erkinlik hürriyet taraftarı. Yanıldan tattırdın mı Müslümanlar? Aslında sen çok omuzda kul kılışın gerek diyen nasıl yok İslam'da? Ya kız kul kılmayın. Fe imma mennen ba'd. Şuna ama men kılmasın buldu. Ya almaştırız buldu. Esirine esirge almaştırsa kesimi buldu. Netçe ihtiyarlığını koyuyor. O çok omuzda nında kılmasın bulmayı diyenim yok. Onda şu Müslümanların beşi aslında birinin karakisi, birinin tallısı buldu. Qala ve amma mumtaddatu tuhri, mumtaddatu tuhr degan sinil iyasida bo'lmagan. Yani adetda hayz ko'rdigan yoshdagi bir ayol, bir qatim hayz ko'rgan, bir necha yil hayz ko'rib, oyinda ketayotgan bir ayol turiblam hayz faqat kelmaydigan bo'lib qoldi. Lekin bu 55 yoshga sinil iyasida berib qolganlikdan to'xtab qolish yo'q. Yosh mesela 30 yosh odatda hayz qilgan chaqda hayz to'xtab ketgan bo'lsa, bu mumtaddatu tuhr deb ataladi. Qala Abu Hanifa rahimahullah, yani biz yuqorida hayz bilan istibraqimiz dedik-ku. Yani mushunda hayz ko'may, mushunda davomlashib ketsa qanday qilinadi? Char nima? Sinil yas qolgan bo'lsa, vallahi yaysna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatun 3 ashhur. Bu sinil yas bormi taqa? Vallahi lam yahzun sabu bir qatim hayz ko'rgan. Ha? Kichik emas. Ular qanday qilamiz? Qala Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, İmam Abu Hanifa ve Ebu Yusuf ikkilan, yani şeyhan zahir rivayede müşteresini tutkan. La yata'uha hatta yatayaqqana bi'adamil habl. Ta ki keskin bir işenç qilib, qo'sqidi yo'qkan deb keskin bilganga qadar yaqin kelmaydi. O keskin bilish ila maşallah davomlashib ketishi mumkin. Mesela iddet meselesinde, adeti hür ayolunun iddetide, İmam Abu Hanifa'nın karışı, mesela 25 yaşındaki bir ayolunu talak kılan olsa, hayz kırdık ayol. Talak kılınandı ki bu iddetini biz hayzle sana ettik o, bu hayz kemmidi. Kemiz kanda kıldı o, 50 yaşındaki kadar saklayısı değişmiyor. Deki mağında keskin indi, kosu yokken de ayan boğanın kadar saklaydı o. 5 yıl olandı, 10 yıl olandı saklaydı. Varuy anhu İmam Abu Hanifa'dan azraq rivayette seneten 2 yıl saklaydı mükegen. Ve huvel ahvat. Yani ihtiyaç cihattan bu mu yaxşı? Mesela 1 yıl, ya 9 ay, bu ya neçe ay degenin orunda bu ihtiyaç cihattan ko'ngil to'q xotirjam bo'lgan demoqchi. Yani o muddatul hamlning eng uzun vaqti qancha deganda ixtilof bor. Yani to'yni 6 oydan tortib 9 oy deydi, undan 1 yil deb qaraydi, 4 yil, 5 yil degan qarash bor. Mava 2 yil debdi, mushuni ba'zilar avval ahvat mana maktab tazim mushuni tarjih qilgandek. Va huwa qawlu Zufar. 2 yil degani Zufarning qarashi ekan. Li'anna al-walada la yabqa akthar min sanatayn ala ma urifa. Chunki odatda bizning bilan odat ülkega urf odatlarimizda bola qo'saqda 2 yildan ortiq yashamaydi. G'aliban deyiladi. وعنه يعني وعن الإمام أبي حنيفة دمشق. إمام أبو حنيفة دن عاجز كاجي رواية زفر دن صحيح كاجي. وعنه عن الإمام أبي حنيفة دبتريلا 4 أشهر و10 أيام. وعنه ديان شو يعني بالرواية لكن بو ظاهر رواية مثلا نوادر 4 ay 10 gün. Çünkü 4 ay 10 gün غالبا balı bay yoksa malum olup bulduğu demekçi. يعني بردتم بتوداكم عدة المتوفى عنها زوجها وهو قول محمد أن محمد رحمة الله عليه سهي قارشة مشو لكن شيخان نك ظاهر هذيك قارشة تيقن بوجه سقلا يدور لأنها ممكن توداكم لأنها عدة الوفاة للحرة çünkü bu hür ayolninki erolakit qasa iddat vaqti tu'rafu biha bara'atur rahim. Mushu bilan qo'shil bayuqqa ma'lum bo'ldi hür ayolning
Bu İmam Muhammed'nin başta tutgan qarışımı şu. Onundan keyin va an Muhammedin shahrani va khamsat ayyam. İmam Muhammed ma ikkinchi qarashqa keyin qaytgan. Bir ayolning davog'ini keyin dapulab, keyin bir ayolning unda bo'lsa didakning ashun tam yerim bo'ldi deb 4 oy mumkinni 2 bo'lablan 5 kun dedi. Mush qarash İbn Abidin Hanifi mazhabda va bihi yufta degan Hanifi mazhab mush qarash bilan fatvo berildi. Didak masalasida Hanifi mazhabda 2 oy 5 kun saqlab istibro qildi degan qarash bo'yicha fatvo berildi. Nima uchun 2 oy 5 kun? Li'annahu iddatun lil amah. Bu didakninki iddati er o'lib ketib qolsa, bunda iddat tutdi. وعن أبي حنيفة إمام أبو حنيفة يعني برقرش كذا وهو قول أبي يوسف تم مجنى قرش كذا 3 أشهر مش آية لأنها تعرف بها براءة الرحم من حق الآيسة والصغيرة çünkü hez kemmeydğalla hakkında mesela eşkişikler olup kalsın ya ki yaşın kağalla olsun hez kemmeydğalla'nın iddet toşulğan beraat rahmını bildiğin vakit 3 ayette Kur'an-ı Kerim'de kelgende. Bundan ki bu ayalının mı? Hadi hez kemmeydğan boğandıkken şuluğa okşaş demekçi. وعند الشافعي رحمه الله 4 سنين. İmam Şafii rahmetullahi aleyh 4 yıl saklaydı degan. 4 yıl saklab istibra qildi. Odat tez qilgan chaqda ezkemadigan dedekni sadvagan kishi لأنه أكثر مدة الحمل عنده. Çünkü musho İmam Şafii'nin kelgan bir qarashda bu. Eng uzun qo'sa ko'tarsa bir ayol 4 yil qo'sa ko'tirdi degan qarash İmam Şafii'nin kelgan. Yani bazı qarashlar 5 yil degan qarashim bor. Nima uchun shunday kelgan? Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin tuqqanlari ve İmam Ahmed'nin, İmam Malik'nin bazı cemaatida aşında 4 yil qo'sa ko'tirgan ahvoli ko'rilgan. Undan keyin ashuni eng uzun cheki deb bekitgan. Tibobat nima bunda 10,000 ahvolda ashunda 101 ekan. Tibobatning ikki urug' birlashgandan keyin bu balayotning bir bunun qishqag'ir qaznaqlari bizlarda müddet turib, necha yil turib, uningdan keyin andin normal hamildarlik başlangan ahvolda bo'lib qoldi ekan. To'yni qo'saq ko'tirdi deganda amaliyotda bo'lg'achqa İmam Şafii rahmatulloh eng yuqori andan o'qib. Mesela juttum ba'zi ayollar 12 oy qo'saq ko'tirgan ahvolda bor. To'ygo'shi hep sağlam bo'lsa da. Vallahi meselen kaç görüştükleri kep olan ki tözlü bu ya ki şu alet tezgahı bu tatlı tözlü turun eskimi anladın ki anladın. Ya kaç herhalde bildiğin çağda istiyorum birleşkenliğin keyin bu terakki kılmay abjada tonlap kalanda kılıp kinandın Allah irade kılgan çağda bu yolunu alıp turdan. Bu hazırlıkta doktorluğumu etraf kılıyor. Benden nadir ahvallarda buldular. Lekin bu masalada burun Hanifi mazhabının mushqarishi bo'yicha shunda uzun muddat bir umrda saqlaydi, iddatdan chiqmaydi degani bu haqli qanday iddat tugungacha nafaqa yurg'ashgan ekan. Ayollar yolg'on aytib 2 yil, 3 yil, 5 yil, 10 yil mataqa ezkomdan daplamashunda nafaqani qajadigan bo'lgan ekan. Ma yaqinning yog'i mesela 30-yillar, 20-yilda, 40-yillar ma Misrniki ahli siyosiy qonunlarni yengilgan vaqtda buni asosi shu 1 yil deb bekitib qo'ydi. Bu o'zim aytgan bo'lsa, shunda bo'lsa. Demaydi. Aytmaydi. Ha? Boshqadan tegmayman deb bo'lsa. İmam Malik'ning mazhabida shu qo'saq bayroqda 9 oyda ma'lum bo'ldi. Uni 3 oyni biz iddat deymiz. Shuni 1 yilda iddat to'shidi degan shu qarashni ahli shaxsiya nimasiga olgan bu deymiz. وقال أبو مطيع البلخي 9 أشهر لأنه المعتاد في مدة الحمل. Adette 9 ay qo'sa ko'tirgan bo'lg'achqa 9 oyni hisob qilamiz debdi. Yani dedek meselesinde 9 ayda istibra bulundu demekçi. Ebu Muti el-Hakem ibn Abdullah ibn Mesleme ibn Abdurrahman el-Belhi. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin çoğun şagirdlerinden. İmam Ebu Hanife'den El-Fıkhul Ekber ne rivayet kılganlarının birisi. Yani bir rivayetine oğlu Hammad rivayet kılgan. İmam Ebu Hanife huzurda fatva verdi. Çoğun taliplerden değil. İmam Malik ve Ebu Yusuf'la bunu yaxshi gapini qilgan. Bu muhaddis. İmam Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, Sufyan Thavri'den hadis rivayet qilgan. Abdullah ibn Mubarak mı bunlar hürmetlep izzetini qildi. İlmi çoğun, diyanetli ektep hürmetli etti. Belx şehriga qazi bo'lgan.
Balxiy. Balx ha şu daryoga Mavara'un nahr deymiz. Ceyhun Amu daryo deymiz. Şu daryoninki uqatida 40 kilometr bo'lsa Samarqand. Balx daryoning bu qatida. Mavara'un nahr emas. Ma qabla an-nahr. Hozirgi Afg'onistonlik şey. İmam Abu Hanife zamanında Balx degan shahrdan talibliklar İmam Abu Hanife'den ders algan. Balxiylar ko'p shogirdlar. İmam Malik Balxlik kelgancha sen nadensen, men Balxdansan debdigan. Qadikum Abu Muti' qaba maqam al-anbiya. Payg'ambarlik varis qilib boshunda yaxshi maydonda turgan degan. Bu aqalning balki sababi şu juttiki xalifa masalan, şu chaldagi xalifa o'lib ketib, sabi bir o'g'li bor ekan. Ul bo'lgan ekan, musho xalifa bo'ldi deb hujjat tushirib, valiga kelgan ekan, vali bu qozini oldi qilib, bu menda hujjat tushdi. Qanday qilaman degan ekan, bu Abu Muti' bu dunyo sababidan biz kufrga berib qolish bo'libdi bu degan ekan, buning rasululloh shaqatni bas mamuslining yanında tushuntirayman deb vali ham so'zlagan ekan, juma kuniga chiqib munbarga. Hamda sana aytgan ekan, saqilni isqimdab yig'lab ketib, bu dunyo sababidan bunda kufrga desam to kimki va ataynahul hukma sabiyya ashu hujjatda ajayni ezgan va ataynahul hukma sabiyya kimki mush oyatni Yahya ibn Zakariyadan boshqadan eshitib qolsa kafir deb degandikan, o hujjatga kelgan o saqchini shu so'rdan pat qilib ketdi. Kafir degan so'z o'rg'adi. Lekin bu mush Abu Muti' al-Balxini Hanafi mazhab ulamolari İmam Abu Hanife'ning cho'ng shogirdlaridan Abu Yusuf bilan munozirani qilgan Bag'dodga kelgan chog'da Sufyan Tavri İmam Malikdan rivoyat qilgan, İmam Malik buni yaxshi deb ta'rifini qilgan. Lekin muhaddislar bu rivoyatni ajizda yoki muttaham bir ra'y ba'zilar jahmiyda deb buni da'if deb qaraydilar. Vallohu a'lam. قال ويجب الاستبراء إذا حدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين. ملك اليمين شو؟ أجدك خلوصا وإجبوسا. ملك اليمين بقولنا كم إجوان كان بقولنا بحرنش حقوق بولدش نما. عندنا ملك اليمين أرقلق إجوداش أرقلق بقولنا بحر على لدغان جماع على لدغان بوسا واستبراء كش واجب بولدوا. سواء وطئها البائع أو لا. Burun xo'jayini uni yaqin kelgan bo'lsin, yaqin kelmagan bo'lsin. Masalan, burun xo'jayin elib 1 yil ishlatdi, yaqin kelmadi. Yaqin kelmagan buni satdi. Satgandan keyin yangi xo'jayini buni bahralar aytish nima? Shu yaqin kelishdan burun istibro qilish lozim. Yo'q, burun xo'jayin yaqin kelmabdi ekan, men bir oyga yuz ko'rishini saqlab yurmadim, yaqin kelaversam bu demaydi. أو كان بائعها ممن لا يطاق ياك أشدلك ساتقان برق خجاينة و أيالله يقين كميدغان خجاين بوسمش ندا كالمرأة مثلا برون خجاين أيال كشيكين bir ayol dedikin setib to'shnama u yonidan olgan kishi yo'q, bu burun ayolning qo'lida turibdi ekan, o qo'shqa bola yo'q, cho'qimda bilan istibroq qilmaydi, kasb bo'lmaydi, cho'qim istibroq qilish lozim. والصغير يا برون خجاينه سبيب ekan, سبيب yaqin kelmaydi. Sebep olan kim bunu kimse tutdu ya dadisi şu balasını isarası tutdu ya ki vasi yetim bala olsa vasisi setip koydu. Vel ahi min ar-rida. Bu anda imdaş şartın aslında mahrem sanılan kişi olup kalsa hakiki mahrem emas. Hakiki mahrem bulup kalsa şu mahrem tutumunun kolğuşunda düşse dedik otomatik azatlık etip oldu. Yu'taku aleyh. Lekin bu hakiki mahremi imdaşlıktan mahrem yoki qudvacılıktan mahrem bo'lgan kishilar deydi, nikohga qilinmagan kishilar. Aş kishilar qanday olsun, ya'ni aş dedekni hamildor qilinmagan kishi olsun yoki arliqda yaqin kelmagan kishi olsun, ashuni satsa yangi xo'jayini istibro qilish lozim. Nima uchun? U xo'jayin yaqin kelmagan bilan boshqadan yaqin kelib qolgan bo'lishi mumkin. وكذا يعني كذا يجب الاستبراء إن كانت بكرة. الستواغن dedek kızken. Şunda ahvaldımı setvağı hocayını istibra kılış lazım. İstibra bihayda. Nime çözümüzü bir adı hüküm lazım. Nime ki bağlandı? El-milk. İgidaçlığı ıslandı da kanda hocayından ötken bolsun istibra kılış lazım. İngep çıkıdı.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا استبراء في هذه السورة. إمام أبو يوسف رحمة الله عليه bu ahvalda yani şu kızını satvağı ahvalda ve aşında kişilerden satvağı bolsa istibra qilmasin buldu. Nima uchun? Çünkü bunun qo'shilib yo'qligini biz endi bilmaymiz hozir. Bizga ayon bo'ldi dedi. Yuqorqi mas'ulda xo'jayin yaqin kelgan bilan boshqadan yaqin kelgan bo'lishi mumkin ekan. Buni qizini satvağı ahvalda bunu qo'shilib yo'qligini aniq demoqchi Abu Yusuf. Ve huwa qawlu Malik rahimahullah. Bu İmam Malik rahmetullahi aleyhininki qarışı deydi. Dört mezhep, Hanefi mezhebine qarşı ve şunaqa dört mezhep imamları kız dedekni satvağı ahvalda ya o'ljağı ahvalda ya mulkka kirdimi istibra qilish vojib deb qo'ydi. Burunqilardan tabi'larda Hasan Basri, Ibn Sirin ve ko'pchilikning qarshi shu. Nima uchun? İddatga qiyos qilmaymiz. İddat masalan qo'saqda bola bo'lmasimi iddat tutish vojib dedi. İddat qiyos Mesela tug'masa taloq qilsa iddat tutug'i qo'shib yo'q. Yo'q, bu yerda bir ta'abbudiy ma'nosi bor demakchi. Yana ba'zi sahobalardan bunda asarlik ekan. Ibn Abi Shayba musannafida rivoyat qilishicha, anna Umar va Ibn Mas'ud va Usman ibn Affan va Ubada ibn Samit annahum kanu yastabiruuna al-amata bihayda va Muawiya yaqulu haydatan. Ama degani shu mutlaqa qiz bo'lsin, cho'kan bo'lsin hammasi demakchi. Yani ikkinchi qarashda bu yerda Abu Yusuf va Malik dedimi? İmam Abu Yusuf va Imam Malikning bir so'zda va Zohiriyning qarashida, ya'ni Ibn Umardan kelgan qarash, İmam Ahmad'dan bir rivoyat, buni İmam Buxoriy, Ibn Taymiye, Ibn Qayyim, Shawkani, San'ani shular misal tarjih qilgan qarash. Bular qiz bo'lib qolsa istibra qilmasin bo'ldi deb qaragan. İmam Ahmad rivoyat qilgan va Albani Hasan degan hadisda la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi wa an yusiba imra'atan thayyiban min as-sabi hatta yastabri'aha. Lekin bu hadisda thayyib degan so'z ko'pincha rivoyatda kelmagan bo'lg'achqa imra'a degan mutlaq bo'lsa jumhurga dalil bo'lib qoldi. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhudan keldi, "Idza kanat al-amatu bikran lam yastabri'aha." İbn Abi Shayba lekin Buxoriy buni muallaq holatda wala tustabra'ul azra deb Sahih Buxoriyda bor. Ibn Umarninki shu so'zi. İmam İbn Taymiye rahmetullahi alayh fatvolar majmuasida shunday deydi: "La yajib istibra'ul amatul bikr sawa'un kanat kabiratan aw saghiratan wa huwa madhhab Ibn Umar wa ikhtiyar al-Bukhari wa riwaya an Ahmad wal ashbah." Wal ashbah degani al-ashbah bil fiqh. Yani şu şeriatning ro'yiga va dalilga eng uyg'un keldigini shu deb ashuni tarjih qilgan. Oyog'ida wala min rajulin sadiqin va akhbarahu annahu lam yata. Rasul bir kishi shu dedekni satgan chog'da men yaqin kelmagan buningga deb satsa, shu ishini istibra qilmagan yaqin kelasi bo'ldi. Aw wati'a va istabra. Yoki men yaqin kelgan lekin men istibra qilib satdim, qo'shqidi yo'q desa, shu ishini yaqin kelasi bo'ldi degan. Yani jumhurning qarashi aşkışlık. Nima uchun? Mo'sha istibra, iddat masalalarida ibodat ma'nosi bor. Ya'ni u qo'shqidi boyliqni saqlangan bo'ldigan ish emas. Shu tug'masani talaq qilib qolsa, iddat tutilgan. Bo'lmasa 3 ko'rsin, 1 ko'rsa, odatda 1 ko'rdiganlarmi? Salasi quru emas, 1 bilan qo'shqidi ma'lum bo'ldi uni. Nima uchun 3 Nima uchun aysa unda yashin qolganlarni taqosa salasatu ashhur iddat tutdi. Çünkü bu yerda bir ta'abbud ma'nosi bor. Endi 4 oy ko'rsa, an mutaffa'an hazurja. Bunda ayrilish, firaqi, izharul huzn deymiz. Bunda mazmun bor. Nonki bu yerda bir ibodat ma'nosi bo'lg'achqa, ya'ni jumhurninki qarashi kuchli. Var cumhurlarning masalan iddatga qiyos qilgan masalan bikrni. Az to'g'rimi? Chunki bikr masalan iddat yo'q-ku, bekarlar chiqayotgan muomala yo'q. İddat qiyos qilishda bara'atur rahim bu masala emas demoqchi. İddatga qiyos qilish. Yani bu ta'abbud ma'nosida İmam Hafiz ibn Hajar shunday degan: "Fil istibra'i sha'ibatu ta'abbudin wa li hada tustabra'u allati aysat min al-hayd." Mesela şu dedekning usta yashin qolgan, to'xtab ketgan bir dedekni setib olsa, istibra qilamni qilmanda, abiya shuna bara'atur rahim demaydi. O ya tug'maydi.
lekin tug'musimon istibroq qilishimiz. Undan keyin bu yerda ta'abbudiy ma'nosi bo'lsa, Alloh taolo shunda ibodat emasdan bu biz bilmaydigan nurg'un boshqa bir chetishli bo'lishi mumkin. Ta'abbudiy ma'nosi bo'lsa, masalan, erning izi qoladi bu degandek. Balki shundachi ish bo'lishi mumkin. Kadalik imkoniyat fikran deganmi bizning davrimizda ma'lum yo'q, o saqta qilsa bekor bo'lmaydi. Bekor bo'lmaydi. Lekin ba'zi ahvollarda bekorni qo'sa ko'tarib qo'yish mumkin. Buni ta'abbudiy ma'nosini tutsak va jumhurning qarashi kuchli. Ham endi ixtilof bo'lsin ama bu asalliq ulamolar qo'shqida yo'qligi aniq bo'lsa istibroq qilsin bo'ldi. Jumhur istibroq qilish lozim. Lekin bu qiyos bilan tayanmadi. Hadisning umum lafziga tayandı. Nasvamada. Ma qiyosdan yondashtirib, jallandirib eklashga ishlatdi. Ham yerda bu ta'abbudiy ma'nosi bor degan shu kuchliq deb qardik. وعلى هذا الخلاف إذا حادت في يد البائع بعد البيع قبل القبض. Mana mush ixtilof yana mush masaladami varid deydi. Biz yuqorida dedik-ku, wal mu'tabar ma yujad ba'da al-qabd hatta law hadat aw wadat qabla al-qabd yajib al-istibra dedik. Ash gap shu. Satqıchining qo'lida sodini qildi, lekin setuvchiga topshirgan holatda kirib qolsa, o'sha bir ixtilof bor. Yani yerda Abu Yusufning ixtilofi bor demoqchi. Yuqorida balki Muhammad rahmatullohi alayhi ixtilof qilgan deydi. Abu Yusuf deydi, so'd bitgandan keyin hech ko'rdi bu. Qo'lga topshirib olgan. Undan keyin shu satqıchining qo'lida turib, buning qo'sqida yo'qligi ma'lum bo'lib qoldi. Undan topshirib olgandan keyin hezdan saqaysi yaqin kas bo'ldi demoqchi. Undan keyin o'shada ixtilof bo'ldi. Ya'ni bu mazhab va jumhur ulamolar yo'q, shunda bo'lsa topshirib olgandan keyin andin hez ko'rishi lozim, yoki bir oy o'tishi lozim dedi. Lianna al-istibra lit-ta'arruf ala bara'at ar-rahim. Chunki bu yerdagi aniqlash hozir qo'shni boyliqni bilish uchun va hiya thabitatun fi hadhihi as-suwari zohiran. Endi shu xo'jayinning qo'lida turib, sodini qilib bo'lgandiki, hez ko'rgan ahvolda qo'shni yo'qligi ma'lum bo'ldi-ku deydi. Abu Yusufning dalili ekan. Qo'shni yo'qligi ma'lum bo'ldi. Mana shu qo'lga topshirib aslan qo'shni yo'q bir dedekni qo'lga olgan bo'ldi. Unga yaqin kas bo'ldi. Hezdan saqaysa demoqchi. Vajil avval degan emas. Yuqorida qanday bir xo'jayindan setib olgan dedek bo'lsin, qo'shqida bo'lsin, bo'lmasin, qo'shqida yo'q, aniq bo'lsin, qanday bo'lsin, istibro qilish lozim dedik-ku. Shuning dalili anna sabab al-istibra'i al-iqdamu 'ala al-wat'i fi milkin mutajaddidin bi milk al-yamin. Yani istibroning vojib bo'lishining sababi yangidan igdorchilikqa o'tishdan iborat. Ash kishining igdorchilik bir dedak shunda kirdimi, shu chaqda istibro vojib bo'lib ketadi. Va hikmatuhu an mush istibroning hikmati nima? Shunda aniqlab baqamaymiz desa, buningda hikmat husnul boyliqni bilishdan iborat edi. Val hukmu yudaru ala sabab. Endi hukm deganda sabab bilan birga aylanadigan narsa. Sabab nishada al-milk la ala al-hikma. Hikma degan at-ta'rif ala bara'at ar-rahim. Buni bog'lamaymiz, as-sababga bog'laymiz hukmni. Undan keyin jumhurning qarashi kuchli bo'ldi. Ya'ni keyingi masalada al-qabd bu degan masalada sodini qilgan chaqda qabdi qilmasimi shu setuvchining mulki bo'lgan hisobda. Lekin bu yerda to'liq igdorchilik ajnimini al-qabd bilan mulkni ikkini birga chetib qo'yish degan nima bor? Igdorchilikni chizlam emas, igdorchilikni kirib va pulni topshirib olsang, unda istibro qilishing lozim degan bo'lganki, ma ikkisi o'zi chiqqandan keyin unda istibro vojib degan gap chiqadi. Qo'lga topshirib olmagan holatda bu istibro vojib degan gap yo'q deb bunda izohlaymiz. Walau ishtara imra'atahu falastibraa. O'zining ayolini setib olsa, bir hur boshqa bir odamning dedekini nikohga olibdi desak, bu kishi keyin ash dedekni xo'jayinidan setib olibdi. Falastibraa. Bunda ahvolda istibro qilmasin bo'ldi. Li'annahu la yajibu siyanatu ma'ihi an ma'ihi. Chunki bu ahvolda o'zining nasibini o'zidan qo'g'dash kerak emas. Bu yerda al-illa mishada
baraat rahimda aşınğılan qartaq istibrak muslim buldu dedi. Ya böyle nasab alıştırılan saqa ma'ahu zar'a gayri diyendek avval mevcut emas. Belki bu ayrı boğulluqdan taabbudi manisi o istibrak qilish vacib emas, nima chiqishi mumkin. Taabbudi manisi ayoli emas bosh bir ayolni yangidan ega bo'lgan chaqda andin shu taabbudi istibrak qilasiz deyish mumkin. Çünkü bu halde iri diyenken bunun bir xil melekal istimta'dek bir ahval var. Şundan ki bu anadan düşmeydi o deyişim. Bu mesela bunun taabbudi istibrak qilish lazım deyish lazım bu. Bu bir xil mülk, şibhül mülk bo'lgan ekan, taabbud ma'nosi yo'q debdi. Kimning huquqini qo'llash? Ha, ayolning, ham farzandning ve burun hocayının hukukunu qo'llash ishlarimiz shuni ichida. Chunki burun hocayından farzand ko'rgan bo'lsa, keyin ondan bu yaqin kelsa, asli bola burun hocayının bolasi, keyin bu meningda unqilgan gap. Ya kendim dili g'uldurab qolgan bo'lsa, bu mening bolam emas deb tashlasa, burun qadammi? Men sana satgandan keyin sen topgan bola deb uni tashlatib, bola tarbiyasiz, egchaksiz tashlab qolishi mumkin. Şunu bunun naciq hikmetli var. Taabbudi manisi desek, en doğru. Vallahu alem bis-savab. Subhanallah ve bihamdihi. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.